Ko'pchilik shunaqa fikrda, turmushga bersam yoki uylantirsam toshmalar ketib qoladi, ugrilar ketib qoladi deb o'ylashadi. Bu juda ham katta xato. Nimaga bunaqa sababdan o'ylashadi? Turmushga bersam gormonal o'zgarishlar bo'lgan hisobiga yuzi yaxshilanib ketadi deb o'ylashadi. Lekin buni tagida aniq bir kasallik, buni keltirib chiqayotgan kasallikni nima keltirib chiqayotganini bilish kerak. Mana o'zi ugri dermatologический o'sha ko'shni заболевание hisoblanadi. Teridagi toshmalar imенно masalan yoki oshqozondagi kasallik keltirib chiqardi demaymiz, yoki masalan ich qotishi, jigarda o'zgarishlar, bular keltirib chiqardi demaymiz. Bular bitta sabab, aniq bir bu protsessni kuchaytiruvchi, imенно provotsировать qiladigan bir aniq bir sabab bo'ladi. Lekin teridagi bu toshmalar teri kasalligi hisoblanadi. Ugrini davolamasa, zarari bor deya olmayman. O'ziga yoqayotgan bo'lsa yuraveradi, lekin estetik jihatdan terida chandiqlar paydo bo'lishi, terining g'adir-budirligi, teri qizarib qolishi yoki jigari dog'lar paydo bo'lishi bu qiz bolaga ham, o'g'il bolaga ham o'zini samootsyenkasi tushishiga sabab bo'ladi. Bu narsa psixologiyada ham bor. Tashqi ko'rinish omadni 20% belgisi hisoblanadi.